Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar. Biz yosh bo'lishiga qaramasdan, mashalloh, qandoq pistalarimiz gulladi. O'zi kichkina mana daraxt. Bu yerda yana bittasi bor, bu ham gullagan bo'lish kerak. Hozir vitamin sepyapmiz. Guliga vitamin beryapmiz. Gulini quvvatlovchi. Alloh nasib qilsa, Alloh inoyati bilan qolgan fosforli va kalsiyli o'g'itlar berilgan bizdan. Endi bargidan yana kuchaytiruvchi o'g'itlarni beramiz. Mana bunisida bunisida hali meva yo'q ekan. Bor ekan meva mana. Bu ham hozirda kirib qopti. Oxirida bo'lgani uchun bu yil yaxshi suv ichdi bular. O'tgan yil bu yil yaxshi suv ichdi. Rivojlanishi yaxshi. Shu yerda 4 ta 5 ta pistamiz rivojlanishi yaxshi.